26 mart kuni soat 3:35larda 1964-yilda tug'ilgan Bibikova Gulfiya Zafarovna mast holatda o'zaro janjal orqasida o'g'li 1982-yilda tug'ilgan Bibikov Aleksandr Valeriyevichga oshxona pichog'i bilan ko'krak qafasiga pichoq urishi natijasida Bibikov voqea joyida halok bo'lgan. Holat yuzasidan Sergeli tuman prokuraturasi tomonidan hozir Jinoyat kodeksining 97-moddasining 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tug'ilgan kunim edi. To'yib ichdimda uxlashga yotdim. O'g'lim qachon uyga kelganini bilmayman. U meni uyg'otdi. Oshxonaga chiqib yana aroq ichdik. Shundoq ham mast edim. Battar kayfim oshib qoldi. Janjallashdik. O'g'lim meni haqorat qildi, qo'l ko'tardi, bo'g'di. Qo'limga pichoq qanday tushib qolganini va bolamga necha marta urganimni ochig'i bilmayman. Juda mast edim. Ichmagan bo'lganimda shu ishni qilarmidim? O'z bolamning qotiliga aylandim. Bunday isnod bilan endi qanday yashayman bilmadim. Ushbu holat yuzasidan yurtdoshlarimizning fikr-mulohazalarini o'rgandik. Bu voqeani eshitgan har bir ona borki, yuragi larzaga kelmasdan iloji yo'q. Qanday qilib ona o'z farzandini o'ldirishi mumkin? Hech qaysi millatga to'g'ri kelmaydigan bu. Har bir jonzot bolasi uchun, qush ham polaponi uchun hayot ko'radi. Men bunaqa ayollarni ayol deb ham hisoblamayman. Hammaning aybi bor bunda. O'sha o'z vaqtida shu oiladan xabar olinmagan, holidan qanaqa muammosi bor, shular o'rganilmagan. Onani bolaga munosabati o'rganilmagan. Men o'ylayman, mahalla raisi, mahalla faollari, uy boshchilari, qo'ni-qo'shnilar, jamoatchilik nazorati, profilaktika nozirlarining bu yerda yaxshigina aybi bor. Profilaktika nozirlari ham ushbu xonadon, demak, janjalkash oila bo'lsa, bulardan nazorat qilib, xabar olib turish kerak edi. Bularni o'sha notinch oila, noqobil oilalar ro'yxatiga qo'ygan bo'lishligi kerak edi. Brifingda ma'lum qilinishicha, mulkiy turdagi jinoyatlar sodir etilishini oldini olish maqsadida 2017-yilning 24-martidan 30-martiga qadar poytaxtimizda 33 ta xonadon va 21 ta obyekt qo'riqlovga olindi. 65 ta obyektga avtonom signalizatsiyalar o'rnatildi. 56 ta obyektga 212 ta video kameralar o'rnatildi. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi do'konlardan birida o'g'rilik jinoyatining oldini olishda ushbu do'konda yangi qo'riqlash tizimi o'rnatilgani qo'l keldi. Savdo do'koniga bostirib kirgan noma'lum shaxslarning jinoiy harakatlari Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan bartaraf etildi. Ma'lum bo'lishicha, tungi soat 3:15 da texnik qo'riqlash punktiga tashvish xabari kelib tushgan. Qo'lga olish guruhi, tezkor harakatlanuvchi guruh tezda voqea joyiga chiqib, do'konda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoiy tajovuzning oldi olingan. O'g'rilik sodir etmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olinib, tuman ichki ishlar boshqarmasiga yetkazilgan. Bu ish bo'yicha tergov harakatlari boshlangan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi tomonidan poytaxtimizda integrallashtirilgan Pritok A2 qo'riqlash tizimining joriy qilingani turli huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldi olinishida muhim omil bo'lmoqda. Yangi sistemalar juda ham qulayligi yaxshi. Telefon ham qo'yatmaysiz xodimlarga, qo'riqlash xizmatiga. Haqiqatan ham. Faqat hammasi knopkada, juda ham yaxshi. Yangi uстановkalar qo'yganmiz. Shular foydalanyapmiz, mamnunman. Ko'p qavatli binolarning umumiy kirish eshiklariga, xonadonlarga va ijtimoiy obyektlarga integrallashtirilgan qo'riqlash yong'in signalizatsiyasi vositalari hamda video kuzatuv moslamalari asosida qo'riqlash tizimining o'rnatilishi fuqarolar hayoti va xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Qo'shnilarimiz so'raydi, qanday, ma'qulmi sizga? Aytim, juda ham yaxshi. Tinchgina yurasiz, biron joyga ketsangiz, ko'ngil xotirjam. Texnik qo'riqlash punkti orqali qo'riqlanayotgan obyektlarimizda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Tajovuzlar o'z vaqtida bartaraf etilgan. Bugungi kunda zamonaviy qo'riqlash tizimlarimizni obyektlar, xonadonlariga o'rnatish ishlari davom etmoqda. Ma'lumot o'rinda keltirish zarurki, bugungi kunga qadar Toshkent shahrida 1378 ta korxona va tashkilotlarga, shuningdek 2703 ta xonadonlarga yangi qo'riqlash tizimlari o'rnatildi. Ushbu lavha poytaxt axborot dasturida efirga berilgandan so'ng yurtdoshlarimizni befarq qoldirmadi. Demak, tomoshabin munosabatiga e'tibor qaratamiz.
turli xil zamonaviy qo'riqlash texnika va texnologiyalarini qo'llanilishi bugungi kunda o'sha tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun xizmat qilmoqda. Masalan, agar jinoyat sodir bo'lgan paytda bu jinoyatni o'z vaqtida ochilish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari sizda ishonch bo'ladiki, siz uyingizda yoki o'sha signalizatsiya o'rnatilgan hududda odam bormi yoki yo'qmi, bu har doim qo'riqlash xizmati kuzatuv ostida bo'ladi bu narsa. Bizga bu telefon tarmoqlari, bu kuzatuv kameralari hammasi yaxshi natija beradi. Lekin eng asosiy kamera bu ota-ona, ustozlar va jamiyat bo'lish kerak. Mahalladagi keksalar, bular ham bizani eng kerakli kuzatuvchilarimiz hisoblanishadi. Odamlarning ishonchini suiiste'mol qilish orqali daromad topmoqchi bo'lgan, qonungacha berishning turli yo'llarini o'ylab topishga uringan firibgarlar oxir-oqibat qilmishiga yarasha jazoga tortiladi. Fuqarolarimizning ichki ishlar organi xodimlariga bo'lgan ishonchi tufayli bunday jinoyatlarning tez fursatda fosh qilinishiga erishilyapti. Navbatdagi lavhamiz Toshkent viloyatida sodir etilgan firibgarlik jinoyati xususida. Angren shahrida istiqomat qiluvchi Jamshid Mutavalliyev hozirda tuman elektr tarmoqlari idorasidan bo'shagan bo'lsa-da, mahallalarda ishlatilgan elektr haqini to'lash kerak deb fuqarolarni aldab, soxta to'lov qog'ozlari va muhr yordamida pul undirib yuradi. U tuman elektr ta'minoti tarmoqlari inspektori bo'lib ishlaganligi bois o'ljalar soni kutganidan ham ziyod bo'ldi. Aslida Jamshid Mutavalliyev bir necha bor firibgarlik jinoyati uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. 2016-yil 10-mart kuni Jamshid Mutavalliyev Feruza Parpiyevaning ishonchiga kirib, u istiqomat qilayotgan xonadonning kommunal to'lovlarini to'lab qo'yishligini va'da qiladi. Hisobida jami 550 ming so'm pul bo'lgan bir dona plastik kartasini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuboradi. Tanishim Mutavalliyev Jamshidni ko'rib qoldim. O'zim to'lov qilib chiqaman deb bizdan plastik kartamni oldi. Siz ketavering deb olib qoldi. Keyin ertasi kuni 2 kundan keyin olib borib berdi. Plastik karta bilan spravka. Plastikni o'zim xarajatimga ishlatib qo'ydim, vaqtida to'lolmadim. Keyin ularga men kvitansiya berdim. Kvitansiya to'langan degan. 5-6 oydan keyin kontroller keldi tekshirishga, hammasini tekshirib, hujjatingizni ko'rsating dedi. Qarz borligini aytishdi. Keyin men qarzim yo'q deb spravkani ko'rsatdim. U spravka qalbakiligini keyin bilib qoldim. Mazkur ariza yuzasidan Mutavalliyev Jamshidga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, har bir fuqaro o'z haq-huquqlarini yaxshi anglab, qonunlarni puxta o'rgansalar, olgan huquqiy bilimlari bunday firibgarlarning nayrangiga qarshi eng samarali vosita bo'ladi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan xorijiy valyuta va zargarlik buyumlarini chegara orqali noqonuniy olib o'tilishiga qarshi chora-tadbirlar muntazam davom ettirilmoqda. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishtko'prik bojxona kompleks xodimlari tomonidan ana shunday holat aniqlandi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishtko'prik bojxona kompleksi xodimlari yurtimizga qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqaro Komila Qodirqulovaning qing'ir qilmishlarini fosh qilishdi. Unga tegishli qo'l-yuklari nazorat rentgen apparati orqali ko'zdan kechirilganda ekrandagi tasvirlarning shubhali tus olishi bojxonachilarni ushbu yuklarni yanada sinchkovlik bilan ko'zdan kechirishga undadi. Natijada ushbu ayol tomonidan bojxonachilarning ko'zini shamg'alat qilish maqsadida qo'l-yuklar ichidagi to'qish uchun mo'ljallangan ip kalavalardan birining orasiga 3000 AQSh dollari miqdoridagi naqd xorijiy valyutalar ustomonlik bilan yashirilganligi aniqlandi. Kalavalardan yana birining orasiga esa 92 grammdan ortiq tilla taqinchoqlar yashirilgan ekan. Noqonuniy ravishda olib o'tishga urinilgan mazkur 49 dona zargarlik buyumlarining umumiy qiymati dastlabki ma'lumotlarga ko'ra salkam 12 million so'mni tashkil qilmoqda. Qonunbuzar ayol shu bilan kifoyalanmagan. Ushbu ayol bojxona xodimlarining og'zaki so'rovi paytida va yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ma'lum qilmasdan turib, avtotransport vositalari uchun mo'ljallangan 3 dona antiradar, 2 dona uyali aloqa vositasi va 1 dona DVD playerni ham noqonuniy ravishda olib kirishga uringan ekan. Shu tariqa fuqaro Komila Qodirqulovaning qiymati taxminan 25 million so'mdan ortiq bo'lgan tovar moddiy boyliklarni noqonuniy ravishda olib kirish rejasi chippakka chiqarildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv jarayonlari davom ettirilmoqda.
Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lganlarimiz ana shular edi. Hafta davomida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatlarni fosh etish hamda ularning oldini olishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlari tafsilotini Poytaxt vaziyat dasturida kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.